Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kayzo va nihoyat juda ham uzoq va intiqlik bilan kutilgan daqiqalar yetib keldi. Sapfir 5 ga xush kelibsiz. Azizlar, ushbu sborkamizda naqd 121 ta mod bor va bu Minecraft Forge 1.20.1 versiyasida joylashgan. Albatta, ushbu sborkani Telegram kanalidan bemalol yuklab olishingiz mumkin. Biz esa o'yinimizni boshlaymiz. Meni juda ham g'alati bo'lgan, yashil barg o'rniga yashil shishadan foydalangan daraxtdan spawn qildi. Atrofni ko'zdan kechirasiz. Mana bu yerda qanaqangidir minora o'yini hozir ko'raylikchi, nima ekan bu o'zi. Afsuski menda zoom yo'q. Tushunishim bo'yicha bu qanaqangidir tashnaliq emas, demak ichkarida kimdir bor. Galem yuribdi. Demak bu qishloqcha bo'lsa kerak yoki qanaqangidir jitel uy. Hozir ko'ramiz yaqindan. U tomonda minora ko'ryapman, adashmasam. Demak minoralarning modi bor ekan. Juda ham ajoyib azizlar. Xo'p, yana nimadir bor. Mana bu yerda nimadir ko'rinyapti. Hoppa, qanaqangidir tutun. Mana shunaqangi uylardan biri bo'lsa kerak. Mayli, azizlar, albatta men ushbu sborkani modlarini alohida bitta videoda obzor qilib beraman. Hozir o'zim ham bilmayman qanaqangi modlar bor, lekin juda ham kuchli modlar bor. Okey, uni qaranglar. Menda ikkita kitob bor ekan. Chronica Jedi, Chronicle of Shadows bor. Apotheosisdan bu musor bizga kerak emas va Tinker's bizda Tinker's Construct bor ekan. Juda ham ajoyib. Aytgancha azizlar, endi menda shader ishlaydi. O'zimni video kartam qaranglar, 2060 super. Men bu yerda yozilgan, ko'rib e'tibor berishingiz mumkin. Hech qanaqangi o'chishlar, frizlar, boshqa narsalar umuman ko'rinmayapti, lekin bitta minus tomoni bor. Mana Solasda ham qo'ysak bo'ladi, bemalol Solasda ham o'ynasam bo'ladi. Solas uchun chiroyligini qaranglar. Yangi versiyasi prosta nereal darajada chiroyli. Asosan bulutlarga, osmonga e'tibor bergan. Xullas kalom Solasda o'ynasam bo'ladi, lekin bitta muammo bor. Hozir kompyuterim kuyib ketadi, chunki video kartam 85 gradusga chiqdi. O'tgan safar takishda o'chirib qo'yamiz. ChatGPT dan so'rasam 80, 83 normal deyapti. 85 uje yetib keldi Skyzo deyapti. Xullas kalom azizlar, Mello ham yomon emas, qaranglar, juda ham chiroyli. Mello bilan bor yo'q 60 gradusda o'ynasak bo'ladi. Xullas kalom azizlar, sborkamizni boshlaymiz. Okey, birinchi navbatda bu yerdan tushib olishimiz kerak. Qanaqangidir suv bor ekan. Suv bor ekan. Adashmasam, pastda ham bor ekan. Shoshmanglar. Suvmi? Suv. Okey, ko'zimga boshqa narsa ko'rindi. Sakragandan keyin nima foydasi bor, o'yinni to'xtatdi deydigan odam yo'q, tavba. Xo'p, bu misollarni qaytadan tashlab yuboramiz. Bu yerda asallar bilan uy bor ekan. Okey, normal. Birinchi navbatda biz mana bu jitel uyiga kelishimiz kerak. Bu yerda galem bormi? Demak, jitelni o'zi ham bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Okey, eshigi temirdan ekan. Galem tushunmadim. Bu nima? Bu panjara, shoshmanglar. Jon ketadimi yo'qmi? Jon ketadi. Yo'q, jon ketar ekan. Jon ketar ekan. Nima bola bu? Shoshmanglar. Miltiq. Demak, bu apokalipsis modidan. Azizlar, bu yerda demak Guns ham bor. Bratanim, qanaqa buni uyga kirsak bo'ladi? Birinchi navbatda kelinglar, men buni eshigini ochamiz. Bu uchun bizga oddiy plita kerak bo'ladi. Shunaqangi temirdan eshik qurgan. Biz esa taxta bilan hozir ikkita mana shu yerga qo'ysak, o'sha yerda bitta qo'ysak, bitta kirishga, bitta chiqishga yetadi, bo'ldi, tamom. Zashitasi 0 bratdi. Okey, shoshmang. Nima sotasiz? Oddiy jitel hech qanaqangi men super narsalar ko'rmayapman bu yerda. Uy juda ham dang'illama ekan. Ichkariga kirib ko'ramiz. Okey, bu nima balo bo'ldi? Velosiped? Yo'q, haydasam bo'ladimi? Wow! Jonim ketdi. Brat, men shu yerda meni kuting, iltimos. Buni qanaqa qilib qo'lga olsam bo'ladi? Shoshma. Qanaqa qilib buni qo'lga olsam? Joni ketadimi buni? Tavba. Qanaqasiga? Agar buni o'ldirsam drop tushadimi yoki yo'qmi? Brat, endi to'g'ri tushunasiz. Unga keraksiz. Normal. Drop tushdi bike va qanaqangidir g'alati o'tlar. Menimcha bu nashani bargiga o'xshayapti. Takishda tashab ketamiz. Okey, ichkariga kiramiz azizlar. Jitel uyini hali ko'rganimiz yo'q. Eshigi qaysi tomondan ekan? Bu molxona bo'lsa kerak. Mana bu yerdan eshigi. Mana. Yana bitta jitel bor ekan, brat. Mana bu brat seryoz brat ekanlar. Baryer sotar ekan. Qanaqangidir robotik arm. Buni nima qilsam bo'ladi? Extra damage. Normal. Afsuski menda bunaqa narsalar yo'q, brat. Kravat olib ketamiz o'zimiz bilan. Let's go. Nimagadir uxlab bilmadim men bunga. Ayta kravat zanita. Qanaqasiga? Bo'ldi. Bu bratniki edi. Sindirgandan keyin meniki bo'lib qoldi. Xo'sh, birozgina ovqat bor ekan. Normal. Ikkinchi etaji bilan bor ekan. Normal. Jitellar nima bo'la? Bu yerda mehmonxonami? 3-etaj ham bormi? Tavba. Hozir ko'ramiz. Branyani menga beringlar. Rahmat. Addushi. Hech narsa yo'q. Bo'ladi-chi.
Afsuski bularda ham hech narsa yo'q. Bu musorlaringizni oling. Brat, menga kerak emas. Rahmat. Umid qilamanki bu yerda narma. Yo, uni qaranglar, shilem bor ekan. Samuray shilemi. Kaizo endi samuray. Ajoyib. Xo'p, yana nimalar bor edi? O, izumrud, temir, normal 6 ta temir. Galemni o'ldirmoqchi edim men hali. Yo'q, galemga tegmasak ham bo'ladi va bu yerda 19 ta temir bo'lachasi. Birozgina non bor ekan va oltin bo'lachasi. Oltin bizga kerak emas. Chetda bu nima? Bizda afsuski zoom knopkasi yo'q. Shuning uchun ham mana shuna qilib yaqinlashtiraman hozircha. Keyinroq bitta spyglass yasab olamiz. Xullas kalom, men qanaqangidir igrushka oldim, teddy bear. Hech qanaqangi qobiliyati yo'q menimcha. Prosta tak dekorativ narsa. Xo'p, bu yerda shilem ham bor ekan. Menda samuray shilem bor. Brat, endi to'g'ri tushunasiz, olib ketaman buni o'zim bilan. Uyingizda nimadir foydali, kerakli narsa qoldimi yoki yo'qmi? Rostini ayting. Baribir olib ketaman u. Baribir olib ketaman. Mana bu galem, shoshmanglar. Agar galemni mana shu tepaga chiqarib olib, mana shu panjaraga yetar, yo, joni ketishni boshladi. Uni qaranglar, galemni 100 ta joni bor. Seriozmi? Bilmagandim rostini aytsam. Xo'p, narsalar faqat drop bo'lsin. Rahmat, brat Abdushi, sizni qurbonligingiz behuda ketmaydi. Bunga va'da beraman. Bu temirlardan men hali kirka, lapatka, короче, mana shunaqangi bir tenga qimmat narsalar yasab olaman. Fakellarni olib ketamiz. Jitalarga yorug'lik kerak emas. Kazuga kerakroq yorug'lik. Normalniy, shoshmanglar. Nimadir ovoz keldi. Jitil nimadir qilyapti. Jitil точно nimadir qilyapti. Brat, nima qilyapsiz? Okay. Nimadir craft qilyapti bu menimcha. Normalmi xavs? Normal. Bo'ldi, azar bu yerdan chiqib ketsak bo'ladi. Kelinglar-de. Ovoz keldi baribir. Baribir ovoz keldi. Kelinglar-de, endi adashmasam minora ko'rgandim-da. Let's go. Adashmasam bu minorani sunduqi yo'q edi. Bundan oldin ham sapfir sborkalarida xuddi shunaqangi moddan foydalangan edik. Dynamic lights yo'q ekan. Mana bunaqangi gemlar bor, slotim tez to'lib ketadi, shuning uchun olmaymiz. Okay, iltimos adashgan bo'lay va bu yerda sunduq yo'q-da. Nimaga shunaqa minoralar qurilgan bilmayman. Okay, mayli azizlar, ketamiz bu yerdan. Okay. Xullas kalom, birinchi qismda kelinglarda birinchi navbatda birozgina aylanamiz. Ana undan keyin o'zimizga baza uchun joy qidirsak bo'ladi. Okay, bu yana nima balo bo'ldi? Endi minoradan chiqishim bilan qanaqangidir qasrga duch keldim. Okay. Shoshmaylar. Yaqinroqdan ko'ramiz. Mana bunaqangi fanarlari bor ekan, bu yaxshi emas. Demak, bu normalniy qasr emas. Bu yerda qanaqangidir, etdimu, nimadir yuribdi. Uni qaranglar. Krokodil? Seriozmi? Qasr rangida krokodil. Mana bu yerda ham qanaqangidir monster bor ekan. Tak что bunga borib o'tirmaymiz. Mana bunaqangi fanarlarni ko'rdinglarmi? Demak, bu yaxshi narsa emas, azizlar. Shu prosta tak oldiga bormanglar, qochinglar bo'ldi. Jonga tegmang, iltimos. Xo'p, azizlar, bu nima bo'ldi? Okay, ko'rinishi vertolyot. Seriozmi? Wow. Azizlar, vertolyot. Wow, juda ham chiroyli qilishibdi. Xo'p, let's go, ichga kirib ko'ramiz. Normalniy, bu yerda pilotlar o'tirsa kerak, bu yerda esa sunduqlar bor ekan. Birozgina ovqat yeb olamiz. Okay, mayli. Nimalar? Shoshmanglar, men bu modni bilaman. Bu zombi apokalipsis modidan granata, bandamkalar bular jonni tez to'ldiradi. Adashmasam, qani? Uni qaranglar. Prosta tak jonni to'ldiradi. Let's go, bunisi ko'proq jon to'ldiradi. Bu yerda nimalar bor ekan? Qanaqasiga, tepadagi blokni sindirishimiz kerak ekan. Mayli. Juda ham g'alati joyga qo'yishibdi, lekin asosiysi sindirib bo'ladi qo'lda-da. Svetla seri beton. Beton normalniy, konkretdan yasaladi va bu nima? Bu o'q, qaysidir avtomat o'qlari, yana bandamkalar, ajoyib va mana bunaqangi kitlar bor ekan. Yana bitta granata. Granatalarni otib ko'rsak bo'ladi. Qayerga otishni men bilaman. Mana bu yerda knopkasi bor ekan. Xo'p, qasrni qaysi tomonda ko'rgandim? Menimcha shu tomonda ko'rgandim-da. Let's go. Kelinglar, men bu krokodil ustiga bitta granat otib ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Tek. Bu yerlar menimcha juda ham xavfli, shuning uchun ham borib o'tirmaymiz. Bratanim, qanisiz? Mana shu tomonda bo'lsalar kerak. Bilmadim, unchaga otib bilamanmi yoki yo'qmi? Mayli, prosta chiqsak, hech narsa qilmaydi menimcha. Qaytadan chiqib bilaman. Ehtiyotkorlik bilan hech qanaqangi narsalarga tegmasdan, bu yerda qanaqa moblar bor ekan. Azizlar, qaysi qo'rg'oq demanglar, prosta xavfli-da. Birinchi qismdan o'lib ketish bu jinnilikka o'zga narsa. Qaranglar, qanaqangi yasab tashagan. Prosta bu nereal-da. Okay. Men ko'rgan moblar qani? Tushunmadim. Shu yerga sakrasam bo'ladimi yoki sakramaymi yaxshisi? Tinchgina, nima deysizlar? Paski yiqilib ketmasam bo'ldi. Let's go. Normal. Galem, bu yerda galem. Xo'p, hech kim yo'qmi? Qo'rqinchli prosta. Olmosni kirka. Normalniy. Hoppa, aytdim azizlar, men bu yerda spawner bor ekan, tekin pishloq faqat nimada bo'ladi? Qopqonda bo'ladi. Tak что
Ehtiyot bo'lamiz. Kim yo'qmi? Hech kim yo'qmi? Normalniy. Bu yerda ham sunduqlar bor. Krokodil qani? Odamni bunaqa qo'rqmay. Yo, azizlar, o'yinni men endi boshladim, lekin uni qarang, shuncha narsa bo'ldi. Shuncha narsa. Просто так нереальный. Ana bu yerda ham ikkitamidi yoki bittamidi? Hozir u galem qimirlashni boshladi. Tak. Ehtiyotkorlik bilan, mana krokodil. Shoshma. Masanga. Yo. O'ldimi? Yo'q, o'lmadi. Menimcha o'lmadi. Cho'ta nito. Xo'p, yana bitta otib ko'ramiz. Let's go. Basharasiga prям. Yo, bunga bunaqa narsalar ta'sir. Aftini qaranglar. Yo, rahmat. Yaxshi, просто так qochamiz, bo'ldi. Просто так qochib ketsam, daryoga tushdim. Серьезный? Cho'ta g'alati. Cho'ta слишком g'alati. Bu yerda azizlar bir donagina ekan, afsus. Brat, hazil ketaman. Bo'ldi. Qanaqa ketaman. Kirka borman. Menda kirka bor. Qaysi o'zingiz bosing. Hammasi normal. Nima yo'l ekan. Okey, bu yerdan chiqamiz. Qanaqa men pastga tushib olsam bo'ladi. Tinchgina o'lmasdan. Menimcha daraxtning barglari yumshoq bo'lsa kerak. Let's go. Normal ekan. Xo'sh, azizlar, o'lish niyatim yo'q, shuning uchun kelinglarda uxlab olamiz. Safirdagi birinchi tunim. Rostini aytsam, juda ham tez keldi. Qaranglar, просто mini kartaga qaranglar. Men bu yerda monsterlar, juda ham ko'p monsterlar. Tak bu yerdan просто tak qochib ketsak bo'ldi. Tirik qolsam bo'ldi asosiysi. Xo'p, shu tomonga qarab ketaveramiz. Umid qilamanki, men tez orada yana qanaqangidir gapimni tugatmasimdan qanaqangidir qasrmi bu qasr. Yo, bu yerda strukturalar juda ham ko'p ekan va bu yerda monsterlar emaslar, juda ham ko'p. O'tgan safirlarga nisbatan birozgina kamroq, lekin baribir ham seryozni moblar ko'p. Asosan bosslar qo'shilgan va ovqat. Bandamkalar zo'r ekan, lekin ovqatni to'ldirmas ekan. Atrofda hech kim yo'q. Lekin men shu qasrlar ichida juda ham ko'p monsterlarni ko'ryapman. Xo'sh, umid qilamanki, men bu yerdan tirik chiqib ketaman. Ko'rinishdan normalniy jitali yashaydigan qasrga o'xshayapti. Men bu yerda ekan, tushunmadim. Bu tomonda yashagan ekan, plusatagi o'rtaga dekoratsiya qo'yishgan ekan. Okey, bu qasrmas zindonga o'xshayapti. Kirishim bilan ikkita bochka bor ekan, bochkalarda esa hech narsa yo'q. Moblar qayerdadir bor, mini kartada ko'rsatyapti, lekin bu yerda ko'rinmayapti. Okey, bu yerda nimadir bormi? Bu yerda hech narsa yo'q. Просто tak kirdim men bu qasrga. Uradimi yoki yo'qmi meni bilan? Men qochaymi yoki yo'qmi? Brat. Men shuni olib ketsam bo'ladimi? Rahmat Abdushi. Tak, Minion of Last. Cho'ta g'alat. Brat, siz meni urasizmi yoki yo'qmi? Endi okey. Juda ham g'alati moblar ekan. Oldiga borsa urar ekan, bo'lmasa urmas ekan. Men bu yerda ham bitta bor ekan, mendan olib ketamiz. Xo'p, tushunarli. Kravat bor ekan, mayli, kravat ortiqchalik qilmaydi. Xo'sh, juda ham azizlar g'alati qasr. Men ichi bo'sh deb o'ylagandim. Ichida mana shunaqangi labirint simon xonalar juda ham ko'p. Oltin bloklari. Men kerak bilan rahmat Addushi. Hozir men slotim tugaydi. Tak что tezroq bu yerdan chiqib backpack nimadir yasashimiz kerak. O'zi umid qilamanki backpack bor. Короче, azizlar, bu qasr juda ham g'alati. Bular Вроде yomon, вроде yaxshimi, bilmadim. Короче, bir joyda turibdi, brat. Breakdance o'ynab, lekin menga hujum qilmayapti. Agar oldiga borsam uryapti. Mayli, chiqamiz. Bunaqangi prikollar bizga yoshi kerak emas. Chiqamiz. Xo'sh, atrofni ko'zdan kechirishda davom etamiz. Qani nimalar bor ekan? Mirni generatsiyasi menimcha o'zgarmagan. O'sha dunyo hech qanaqangi men qo'shimcha yoki ortiqcha narsalarni ko'rmayapman. Juda ham g'alati. Kim bu? Uni qaranglar, turishini qaranglar. Yetdi. Kulmasdan o'sha uni turishini qarang. Azizlar, shunaqa narsa ko'rganmizlar. Yana Minecraftda o'rg'aylar. Dinozavrmi bu, kalta kesakmi bu? Короче, bitta screenshot qilib olamiz. Xo'p, menimcha bu quturgan emas, urmaydi meni. Normalniy. Kobelko ekan. Bitta selfie tushib olaylik, brat. Shoshmang. Ko'rinasizmi, men bilmadim. Короче, normalniy. Qarashini qaranglar, ko'zchalarini qaranglar, chetroqda joylashgan. Mayli azizlar, qishloqda ikkita monster ham bor ekan. Hozir ko'ramiz bular kim ekan. Let's go. Lekin standartniy Minecraft nima deydi, o'rmoni, qishloqda debman, o'rmonda demoqchi edim. Monsterlar qani? Monsterlar pastami yoki tepadan? Menimcha pastda bo'lsa kerak. Menimcha pastada.
Minikartaga ishonadigan bo'lsak, mana shu yerda nimadir bor. Hozir o'sha nimadirni ko'ramiz. Bitta monsterchasi ham bor ekan ichida. Let's go. No, rostni aytsam, g'alati joyda men spawn qilgan. Qorli biyom, tayga. Oppa, bu tashlandiq uy. Seriously? Okay, tashlandiq uyda mana bunaqangi barrikadalar bor. Adashmasam bu jonivorlar. Hamma narsa jonivorlar ekan-da bu yerda, to'ba. Demak, bu yerda zombi apokalipsis modi ham bor. Qaysidir zombi o'lib ketgan ekan bu yerda. Ichkarida zombi yo'qmi mabodo? Ichkarida hech kim yo'q hozircha, hech kim ko'rinmayapti. Hozir ko'ramiz yaqinda. Mana shu blokda o'tib kelsak bo'ladi. Ajoyib. Xo'p, bu yer tashlandiq ekan. Zombilarni hamma joyda terlari bor ekan. Короче, bu nima? Qanaqangidir g'alati ish stoli. Hop, crafting table, mana bunaqangi daraxt turi, bu yerda temir bor ekan. Temir juda ham ajoyib. Basannochkalar, mana buni kiyib olamiz. Chotki, birozgina non, olma, ishtonni ham olib ketsak, normalniy bo'lardi. Ikkinchi etajga chiqamiz. Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda bizani bu yer abbo, mana shunaqangi narsadan oldindan o'zimga o'zim qildim buni. Buni o'zimga o'zim qildim точно. Xo'p, mana buni sindiramiz yaxshisi. Chamadon sindirsam ham bo'ladi. Просто men ko'rmoqchiman ichida nimalar bor. Mayli, hech qisqa. Birozgina kutamiz. Короче, juda ham g'alati, oddiy Minecraft biyomi. Shoshmanglar. Minikartaga e'tibor beradigan bo'lsak, biyom tugagan va qanaqangidir kuz biyomi boshlangan. Bu juda ham ajoyib. Olmalarni qaranglar ko'pligini. Wow. Yarim stak o'rmon bor. Qanaqangidir super lapatka speshka berar ekan. Agar blok sindirsam agar 14 sekundlik speshka berar ekan. Normalniy va 30 sekund cooldownga tushar ekan. Ya'ni 14 sekund tez sindiramiz, yana 16 sekund osta-osta sindirsak bo'ladi. Osta-osta sindirsak bo'ladi. Короче, sekin sindiramiz-da. Xo'p, sekin-sekin men bu yerdan chiqib ketamiz. Darajali uy. Azizlar, bunaqa narsa bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin sapfirimizda darajali uy bor ekan. Wow, bu juda ham ajoyib. Qaranglar, bu yerda hozir tinker bor, qanaqangidir qasr ham bor ekan, darajali uy bor. Agar applied bilan mexanizm bo'lsa, juda ham zo'r bo'lardi. И plus termal. Agar ender io bo'lsa ham yomon bo'lmasdi, lekin termal обязательно bandam qilishimiz kerak. Tak, normali. Xo'p, hozir men nima oldim? Adashmasam lapatka oldim. Bitta mana shuni bitta sindirib qo'yaylikchi. Menga speshka berdi, mana normal. 10%? Seriously? 10% skors atakiga berdi, plus skors ataki. Ataka bilan kompaniya menimcha boshqa narsalar, bilmadim sindirishga qancha tezlik berdi, lekin menimcha tezroq sindiryapti 10% dan ko'ra-da. Xo'p, azizlar, darajali uyga hozircha kirmaymiz. Minorda hech narsa yo'q, adashmasam. Mana bu uyga kirsak bo'ladi. Bu uy emas, qanaqangidir rohiblarning cherkoviga o'xshayapti va nihoyat biyom tugagan. Bu ham tashlandiq. Nimagadir bu yerdagi strukturalarning deyarli hammasi yana shuni qaranglar. Bechora muzlab qolibdi. Yottoba. Shu tonga qarab o'tirdi. Nima bo'ldi menga? Juda ham g'alati, mana shu effektgan. Bu yuradimi yoki yo'qmi? Nariroq yurar ekan, oyoqchalari bilan yurar ekan. Lekin просто tak bir tomonga qarab o'tirar ekan, narkomanga o'xshab. Mayli, ichkariga kiramiz. Точно aytdim mana. Hoj bor, bu cherkov, o'zini sindirib tashladim. Bu, короче, cherkovda spawner bo'lganini birinchi marta ko'rishim. Bu yerdan bor ekan. Oltinlar, juda ham yaxshi. Disk, alhamdulillah, kerak emas, nonni olamiz. Xo'p, bu nimani spawneri ekan? Zombini spawneri-da. Bu yerda yana bitta spawner. Bu izначально mana shunaqangi dizayn qilingan. Mana bu narsa menga kerak. Mana bu narsa точно menga kerak. Mana bu musor tashlaveramiz. Aytdim, slishkim ko'p narsalar bo'lib ketadi dedim. Rostdan ham slishkim ko'p narsalar bo'lib ketdi. Mayli, poroxlan olib ketamiz o'zimiz bilan. Balkim kerak bo'lar qaysidir craftlarga. Har qalay zombi apokalipsis modi bor. Oppa, normal. Yana bitta oltin olma. Adashmasam, bunisi zachарованный. Wow. Nochni olmasi. Xo'p, qaysidir sunduqqa kirmadim men hozir. Adashmasam bunga kirdim, bunisiga kirdim. Ikkita edi. Bu yerda butun boshli almazli oltin branya bor ekan. Temir branya. Qaysi nima bo'lyapti sizga? Просто azizlar kechasini uxlamadim, to'g'ri tushunasizlar. Yoshlik, beboshlik. Tak, shu uchun ham menimcha bu podvalon tepaga yetar ekan. Tepaga yetadigan yo'l ekan. Afsuski o'rtada, короче, tepada nimadir bor. O'sha nimadir unchalik ham qiziq narsa emas. Mayli, bu yerdan chiqib ketamiz. Ikkita eshigi bor ekan. Tak, qanaqangidir zashta. Bu bolaga nimadir bo'lganda, menimcha yaxshi ko'rgan olmasi tashlab ketgan bo'lsa kerak. Olmaxonada. Короче, depressiyada. Sigaret bo'lsa tashlab ketardim. Afsuski brat yo'qda, to'g'ri tushunasiz. Mayli, azizlar, mana bunaqangi kuz biyomiga o'tamiz. Lekin bu yerda bitta narsani sezdim. Juda ham tez tushar ekan yoki men o'yin bilan bo'lib vaqt o'tganini sezmayapmanmi? Lekin ikkinchi tun darrov kelishi
Okey, bu nima balo bo'ldi? Mana bu yerda qanaqangidir magma yonayotgan blokmi bu? Suv shunaqa tebranyaptimi, tushunmadim. Yonayotgan baliqchalarmi? Короче, nimadir bor shu yerda, nimadir bor. Mayli, nima blokdan oldiga kelaylikchi. Menimcha buzilgan uy bo'lsa kerak-da. Qanaqangidir qadimgi sivilizatsiyadan qolib ketgan artefaktlar. Wow, azizlar, bu yerda applied bor ekan. O'zi applied borligini bilardim, lekin baribir ham ko'rib odam xursand bo'ladi. Applied bor. Bu degani mazza qilib o'ynasak bo'ladi. Hali emiy sistemalar quramiz, hali ko'p narsalar qilamiz. Bu yerga belgicha qo'yib ketsammi yoki prosta eslab qolsammi? Olova? Normal, olova yomon emas. Olova juda ham ajoyib. Endi uxlab olmasak bo'lmaydi. Monsterlarni sal keyinroq ko'ramiz. Hozircha uxlab olamiz mazza qilib, ana undan keyin challenge-imizni davom ettiramiz. Charchagaman, serios charchagaman. Oxirgi 3-4 kundan beri kechalari uyqu yo'q, kunduzlari esa mador yo'q. Короче, problemalar. Dunyoning muammolari hech qachon tugamaydi. Shu uchun ham Minecraftga kiraman. Kimnidir lapatka bilan boshdan urish uchun. Hozircha hech kim yo'q. Rostni aytsam, men bunaqangi zborkadan qanaqangidir wow effekt kutgandim. Ya'ni sapfirdan wow effekt kutgandim. Bu nima bo'lar ekan? Menga kelyapti mana shu brat. Adashmasam, wow effekti prosta yo'q bu zborkada. Cho'tta oddiy Minecraftga o'xshab ketyapti. Va bu brat bor ekanlar. Okay. Menimcha urushmasam bo'lmaydi. Cho'tta brat o'zlaridan ketdilar. Kechi, qanasan, ke. Nasanga olmaxonni urg'ochisi. Ay. Qochkayzo o'lasan kayzo. Tak. Sborka zo'r emasmi? G'ala deb kelyapti-da bu. Ke. Ko'rsam o'ldiraman. Na. Uy. Yaxshimi bunaqangi bandamkalar bor? Tepaga chiqa olmaydi menimcha. O'zi chiqarib qo'ydi. Okay, bo'ldi, ye. Qanaqangidir zahar beribdi. Ehtiyotkorlik bilan menimcha buni tagida blok bor-da. Abbo. O'ldi. Normal, urishga ulgurdi-yu. Qaranglar, tashnata berar ekan va mana bunaqangi convulsion berar ekan. Короче, bu o'zidan o'zi qimirlaydi, xohlagan tomonga mana qaranglar, qimirlayapti. Okay, normalniy bo'lib ekan, menga yoqib qoldi. Agar paqirim bo'lganda olib ketardim. No, suvga gap yo'q rosta. Shader Minecraft va boshqa dunyo qilib tashlaydi, kelinglar. Hajja bir 3 sekundga bo'lsa ham soldasi yoqamiz, 85 gradus bo'lib ketadi. Mana shunisi ham wow! Qaranglar. Men ko'rgan narsani sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Mana bu narsa ham bor ekan, bu zapisdan. O'yinni zapis qiladigan dasturga kirishim bilan shader mana bunaqangi jinnilikka boshlaydi. Bu adashmasam qimirlaydi. Aytdim-ku. Lekin baribir ham chiroyligini qaranglar. Wow. Prosta wow. Xullas kalom, zapis bilan normalniy ishlaydigan bitta shader bu mellow shader bo'ldi. Boshqa shaderlarni unchalik ham bilmayman. Ilgari soldasi eski versiyalar normal ishlardi. Xo'p, qanaqangidir plyaj topib oldim. Agar bu yerga Biomes O'Plantina ham qo'shilsa, juda ham zo'r bo'lardi. Balkim bor edi, generatsiya vaqtida men tanlamaganim uchun Minecraft oddiy biomlardan spam bo'ldimmi, bilmadim. Xullas kalom, вроде normal sborka, 10 ballik sistemada 8 bergan bo'lardim Xalitdan. Yo, bo'ldi. 8 emas, 9 yoki 10 точно. Bu nima bu? Qanaqangidir Lordaeron. Hozir ko'ramiz. Bu yerda ham monsterlar bor ekan. Qanaqangidir Conan bor ekan. Mana shu yerga o'tib olsak bo'ladi. Yo. Kattaligini qaranglar buni. Wow, mana shunaqangi qasrlarni o'zimga uy qilib olsam juda ham zo'r bo'lardi-da. Конечно, keling qaysi uy qilib beramiz sizga deyishyapti. Turishini qaranglar. Toporni qaranglar. Mendan ko'ra kattaroq-da topor. Yaxshi. O'z jonimizga qasd qilmasdan u yerga bormaymiz. Prosta ketamiz, o'tib. Men sayyohman. Shunchaki qasrni ko'rdim. Cho'tki joylar ekan, ajoyib joylar. Xudo xolasa kelasi yilda ham kelaman agar tirik qolsam agar. Let's go. Bu yerdan asta-sekinlik bilan qochib ketsak bo'ladi. Tek normalniy. Abbo, hammasi juda ham zo'r boshlanganda. Afsuski azizlar, akan yeb qoldim. Narigi tomonda ham akan, bu tomonda ham akan. Xullas kalom, birinchi qismimiz mana shu yerda tugaydigan bo'ldi. Barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlar bilan kayzo bo'ldi. Kelgusi qismlar ham albatta bo'ladi. Ularda ham xudo xolasa cho'tki ishlar qilamiz. Sborka menga yoqdi desam bo'ladi. Birozgina oddiy Minecraft biomida bo'lganligi uchun, lekin chidasa, o'ynasa, mazza qilsa bo'ladigan sborka. Hali men bu sborkani aytganimdek modlarni birma-bir obzor qilib o'taman. Men bilan birga qoling va sapfirni kelgusi qismlarda ko'rishguncha deb qolaman. Barchaga xayr.